alaykum aslida kanal a'zolari. Navbatdagi yurtimizda to'qima komplektlarni o'qib topshirdik. Materiallar MDF krashinni mexanizmlarda uch mexanizmda ishlashgan. Anaqa o'yish materialdan qoplab berganmiz. Shunlarni anaqa material qilib qoplab berdik. Matros bo'ladi. Yerlarga trema qilib berganmiz. MDF krashinni. Mana bu tayyor holati. Kirish qismiga aniqlik qo'shgan hozirda. Oshxonalarga oshxonalarni o'tkazib o'sha chekkalariga gaz qo'yib berganmiz. Tortma chekkalarni aniqlab berdik. Kir mashinalari, xolodilniklari ikki qator polka qo'yib berganmiz. Tortmalarni chuqur qilishlar berdik. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqa qilib chiqarasizlar.